Xayrli kun, assalomu alaykum azizlar. Bolalarda limfa tugullarini kattalashishi nafaqat ota-onalarni, balki shifokorlarni ham shak shubhasiz xavotirga soladi. Ammo shishgan limfa tugullarini hammasi ham xavflimi? Bugun shuni gaplashamiz. Buni bo'yin limfa tugullarini kattalashi misolida ko'rib chiqamiz. Limfa tugullarni asosan bo'yinda kattalashi aksariyat hollarda yuqori nafas yo'llarini virus infeksiyalari, otitlar, faringit yoki tanzilitlarda kuzatiladi. Bu immunitetni odatiy javob reaksiyasi hisoblanadi. Boshqa bir sabablari esa bakterial limfadenit, teri infeksiyalari va kamroq hollarda autoimmun holatlar yoki saraton jarayonlaridir. Endi ko'p savol tug'diruvchi holatlarni keling mif deb atagan holda ko'rib chiqamiz. Demak, shunda birinchi mif, paypaslangan tugullarni aksariyati fiziologik holat hisoblanadi, oddiy normal holat. Epidemiologik tajribalarga ko'ra 4-8 yoshli bolalarning taxminan 90% limfa tugullari doimiy aniqlangan, doimiy. Ularning aksariyati kichik hajmda, harakatchan va yumshoq. 8-16 yoshgacha bo'lgan sog'lom bolalarning 18-45% esa limfa tugullarini paypaslab sezish mumkin. Bular hammasi normal, odatiy holat. Ikkinchi mif. Aksincha, reaktiv limfa tugullari infeksiya bartaraf etilgandan so'ng ham haftalar davomida kattalashgan holatda qolishi yoki o'z hajmini o'zgartirib turishi mumkin. Ya'ni kichik katta bo'lib, masalan, anginadan tuzalgan bolada tuzalgandan keyin ham limfa tugullarini sezasiz. Bolalar har yili bir necha bor virusli infeksiyalarni boshdan kechiradilar deb avvalgi videolarda ham gapirganman. Tadqiqotlarda bola tug'ilganidan 3 yoshgacha o'rtacha 16,4 marta infeksiya kuzatilishi aniqlangan. Qayta shamollash va yallig'lanishlar natijasida limfa tugullari to'liq kichrayib ulgurmaydilar. Uchinchi mif. Yo'q, aslo. Tugullarning xavfli yoki xavfsizligi ularni faqatgina hajmiga bog'liq emas. Ko'plab xavfsiz limfa tugullari 1-2 santimetrgacha bo'ladi. Ammo hajmi 3 santimetrdan oshgan, katta va tez kattalashayotgan, qattiq qimirlamaydigan, yopishgan tugullarni tekshirish muhim. 4-chi afsona yoki mif, kattalashgan tugullarni 2-4 haftalargacha tekshirish shart emas. Ammo lekin 6 haftadan uzoq turgan qattiq tugullarni albatta tekshirish lozim. Tugullar asosan virusli infeksiya hisobiga shishgani sababli antibiotiklarni bunda foydasi kam. Agarda bakterial infeksiya gumon qilinsa, ya'ni tugun juda ham og'riqli, issiq va qizib turgan bo'lsa, antibiotiklar boshlash lozim. Bu limfadenitning belgisi. Bu tugunlarni ushlaganda yumshoq va suyuqlikka to'lgandek seziladi. Ularning asosiy sababi stafilokok va A guruhi streptokoklari bo'lib, odatda bir taraflama, juda ham og'riqli va baland isitma bilan kechadi. Agarda qizil bayroq xavfli belgilari bo'lsa, ya'ni yoki absessga o'xshasa yoki tashxisda noaniqlik bo'ladigan bo'lsa, unda ultratovush tekshiruvi eng oddiy va og'riqsiz va oson tekshiruv usuli hisoblanadi. Ko'p savol tug'diradigan 5-mif bu qon tahlillari haqida. Asosiy e'tibor klinik belgilariga qaratiladi. Kasallikni qon natijalari yordamchi bo'lib xizmat qiladi. Masalan, leykozda qon analizida o'zgarishlar ko'rinadi, lekin limfoma normal qon tahlillari bilan kechishi mumkin. Ko'pincha tekshiruvlarda SOI, C-reaktiv belok, LDH yoki ferritin kabi yallig'lanish markerlari nafaqat o'smalarda, balki oddiy virusli infeksiyalarda ham ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun ham ko'pincha bevaqt qilingan, ya'ni o'sha 2 haftadan oldin qilingan tekshiruvlar qon analizlari keraksiz bo'lgan davolarga sabab bo'lishi mumkin. Epstein-Barr virusi yoki mononukleoz, sitomegalovirus yoki tuberkulyoz serologiyalari kasallikni tarixiga qarab buyurilishi lozim bo'ladi. Endi limfa tugullarini kattalashganida siz bilishingiz muhim bo'lgan asosiy faktlar qaysilar ekan? Keling, bunisini keyingi reelsda gaplashamiz. Xayrli kun, yana bir bor avvalgi videoda limfa tugullarini kattalashi haqidagi afsonalar, miflar haqida gaplashdik. Bunisida esa muhim faktlar, siz bilishingiz lozim bo'lgan belgilar. Ya'ni xavfli belgilar, red flags inglizchasiga, bu ota-onalar ham shifokorlar ham bilishi lozim bo'lgan belgilardir. Birinchisi, umumiy limfa tugullarni, ya'ni butun tana bo'ylab limfa tugullarini kattalashi yoki jigar va taloqni kattalashi bu xavfli belgi hisoblanadi. Bundan tashqari, bo'yinning osti suyagi va bo'yin orqa qismidagi limfa tugullarini kattalashi ham har doim ham jiddiy belgi hisoblanadi.
qattiq harakatsiz yoki og'riqsiz bir-biriga yopishib ketgan tugunlarni agar paypaslab biladigan bo'lsangiz, bu juda ham xavfli belgi. Bundan tashqari juda ham tez kattalashadigan va hajmi 3 santimetrdan katta bo'lgan tugunlar yoki bo'lmasam B-signs deymiz inglizchasiga, ko'p terlash, tunda ko'p terlash va uzoq davom etuvchi isitma kabi va holsizlik kabi kechuvchi belgilar. Bundan tashqari chaqaloqlar va o'smirlarda kuzatiladigan hech ham yo'q bo'lmaydigan 3 santimetrdan katta bo'lgan tugunlar juda ham xavfli hisoblanadi. Nimaga chaqaloqlar va o'smirlarda xavfli? Chunki chaqaloqlarda hali immunitet rivojlanib ulgurmagan, bularda bakterial sepsisning xavfi baland. O'smirlarda esa endi o'tadigan katta yoshga o'tadigan period, ya'ni davr bo'lgani uchun bularda limfoma rivojlanish xavfi juda ham katta.